Akalar, propan hidi juda ham chiqib salonga sasib ketyapti. Sizlarga life hack mana shu narsa bilan yaqinroq keling kamera. Men aytda to'rlikni olib turib, bir rezo hammasini tortib qo'yish kerak. Bundan ham chiqargan ekan, hozir mana shu o'tib yo'q qilib berasiz, mana xabar berasiz. Hech narsa ketayotganini. Xuddi mana shuni bir rez va ikki rezodan tortib qo'yish kerak hammasini. Shu holatda propan hidi chiqib, mana bu chekalardan chiqargan ekan, hozir o'tib ichkari tekshirdik. Propan hidi chiqib, mana shu bo'sh ko'rasizlar, necha reza ketayotganini. Shu bo'sh. Shunga e'tibor berib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz. Mana o'sha qolganlari ham mana necha rezadan ketayotganini ko'rib turibsizlar. Shuning uchun pastda yana mana shu narsalarni xotirib yurishni so'rab qolamiz. Sirdaryo mintangizga obuna bo'ling. Bunga o'xshash ma'lumotlarni juda ham ko'p berib o'tadi sizlarga. Ya'ni bu kamida bir yil bo'lgan. Mana shu narsani 1 yil davomidan keyin qotirib qo'yish kerak. Ya'ni 2 rezodan tortib shu holatda propan hidi chiqmaydi. Barcha turdagi avtomobillarga sifatli propan va metan uстановка qilib beramiz. Bu videoni propanimda hidi chiqyapti deydiganlarga yuborib qo'ying. Asosan mana shudan chiqadi. Bu armaturada.